O'rtoq Sankt-Peterburgda ekskavatorda 3-ish kunimiz. O'rtoqlar rubrika boshlaganmiz. Har kuni bitta foydali videoroliklar xudo xolasa sizlar bilan ulashib boramiz. Ekskavatorda qancha, Rossiyada qancha oyga topsa bo'ladi, kuniga qancha topsa bo'ladi va eng oxirida masalan 30 kunda necha pul topdim, necha pul yo'qotdim, qancha rasxod qildim, hammasini xudo xolasa sizlarga inshaalloh tushuntiraman o'rtoqlar. Hozir men sizlarga qanday qilib ishlashni boshlashdan oldin, ya'ni ish boshlayapsiz, nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor ekskavator to'g'ri turgan bo'lishi kerak. Bu oldin kun masalan ishlagan bo'lsangiz, to'g'ri qo'yib ketishingiz kerak, чтобы siz yog'ini ko'rishlaringiz uchun o'rtoqlar. Ana endi ekskavatorni ochamiz. Motor qismini. Demak, mana shu motor qismi bo'ladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek ship. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana. Demak, yog'i normalniy. Mana shu qismida turibdi. Bunisi minimalniy. Mana shundan tushib ketmaslik kerak. Hozir mana shu yerga kelib turibdi. Demak, yog'i normalniy. Antifriziga qaraydigan bo'lsak, antifriz ham normalniy o'rtoqlar. O'rtoqlar, yog'ini ham tekshirib oldik. Har kuni shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun hozir kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va Rossiyada shunaqa texnikalarda ishlash haqida xudo xolasa ma'lumotlarga ega bo'lib boring.